Qo'ychilar ham, qassoblar ham tanilish uchun arslarga o'xshab PR qilib internetda urushib yotishibdi. Arashan hisori zotdor qo'ylar 50 ming, 100 ming dollar yoki bo'lmasa kilosi 80 mingdan 95 ming. O'shanga xalq qiynalib, boshi og'rib ketdi. Masalaga hozir dollar qimmat qo'ylarni va oddiy go'sht yo'nalishidagi qo'ylarni tushuntirib beraman. Mana o'ylang, 50 ming dollarga zo'r qo'chqor oldingiz, nomi chiqqan haqiqatda garbanosi, uzunligi, qulog'i, balobatlar hamma joyi dahshatini oldingiz, sizga undan nima foyda? Bitta qo'y 45 kunda, o'rtacha 1 oy, 1,5 oy davomida 50 ta ona qo'yni qochirib 2 qat qila oladi. Bu degani 1 yil davomida 400 dan 600 tagacha ona qo'yni qochirishi mumkin. Endi keling, uni puli qanaqa chiqadi? Mana bu ona qo'ylar. Ona qo'ylar. Mana mamutda ularning bolalari oddiy qo'chqordan, oddiy hech qanaqa nasli go'sht narxidagi qo'chqordan qochgan ona qo'yni bolalari mana bunaqa bo'ladi. 2,5-3 oyda. Endi qimmat qo'chqordan qochgan ona qo'yni bolasi qanaqa bo'ladi? Mana bu ham 3 oy, 3,5 oylik. Mana menda ham 3 oy, 3,5 oylik. Mana bu ham 3,5-3 oylik. Tasavvur qiling, farqi qarang, shu joyi o'zida 100 dollar qimmat bo'lib turibdi bu qo'yimiz, lekin bu ham 5 oyda tug'ilyapti, bu ham 5 oyda tug'ilyapti. Bu ham kuniga bir xil ratsionda 200 grammdan yem yeyapti. Onasini 1,5 oy davomida emyapti. Yana sizlarga to'liq isbotini hozir ko'rsataman. Yuringlar. O'rtacha siz 1 yilda bitta qo'chqordan 400 ta yo 600 ta qo'y oldingiz. Mana sizlarga 4 oylik qo'chqorlarimizni ko'rsatamiz. Bularning vesi 35 kilodan 40 kilogacha 4,5 oylik qo'zi qo'chqorlarimiz mana. Bularning narxi hozirgi kunda 90 ming, 100 mingdan boqma bo'lgani uchun o'rtacha 4 million 200 ming so'mdan hisoblanyapti. Endi toza haqiqiy hisoridan, qimmat qo'chqordan, qimmat onadan tug'ilgan bolalarni sizlarga ko'rsataman. Narxi 5 million, 5,5 million. Ularning jivoy vesi bular bilan oyi bir xil bo'lsa ham 10 kilo, 15 kilo og'irroq, 50 kilodan 60 kilogacha. Yuringlar. Mana bular ham 4,5 oylik qo'zi qo'chqorda, lekin toza hisori. Demak, 4,5 oylik narxi bo'ladi 5 million, 5,5 million go'sht hisobiga ham to'g'ri keladi. Naryon qo'ramizdagi zot pasrog'i 3,5 million, 4 million orada 1 million raznica qilyapti. Endi solishtirib ko'ring. Zotdor qo'chqor nimaga kerak? Zotdor qo'chqordan yaxshi mashinaga bolalarni olib, bularni go'sht yo'nalishida boqsa, keyin qassob akalarimiz sizlar bitta narsani juda yaxshi bilasizlar. Zotdor qo'chqordan qochgan qo'ylar yaxshi boqilsa 70% beradi, lekin hashakalarimiz necha foiz beradi? 55 dan 58% gacha zo'rg'a beradi. Shuni hisobga olinglar. Go'sht emasidamisizlar, go'sht emasida so'yib soturinglar. Darrov esing joyidami 500 ta qo'y, 600 ta qo'y qanaqa qochiradi demang. Qimmat pulga olgandan keyin maksimal foydalanish kerak. Maksimal foydalanish bu aql bilan bo'ladi. Bitta qo'yingizni oldingiz, o'sha bir 50 ming dollarmi, 100 ming dollargami oldingiz. Uni yaxshilab lichena qilib, uxot qilib, yaxshi ovqat berasiz. Yaxshi natija olish uchun uxotni zo'r qilasiz. 1 oy yoki 1,5 oy davomida 50 ta qo'yni ichiga qo'shasiz. 50 ta qo'yni ichiga qo'shasiz. 50 ta qo'yni qo'shishdan oldin ona qo'ylaringizni ham sutdan ajratib, 15 kun davomida yaxshi lichena qilib olasiz. Ichki tashqi parazitlariga vitaminlar, yeselen qilasiz. Matikalarni, urug'donlarni yaxshi ishlatadigan qo'chqorga ham, ona qo'ylarga ham. 50 ta qo'y bilan 1 oy davomida yursa, Alloh nasib qilsa hammasini qochiradi. Keyin 3-4 kun uzoq bir hafta qo'chqorga dam berasiz. Dam paytida yana vitaminlarni, yeselen moddasini bosib qilasizda, yemni bosib berasiz, o'ziga kelib oladi. Bir hafta vitamin suv ichsa, qo'chqor yana organizmini tiklab oladi. Keyin boshqa 50 ta qo'yni tayinlab turasiz, lichena qilib. Ona qo'yni. O'sha ona qo'ylarga qo'shib yorasiz. 1,5 oyda 50 ta qo'yni qochirsa, 3 oyda 100 ta qo'yni qochiradi. Tasavvur qiling, eng kami minimalni 300 ta, 250 ta, maksimalni 500 ta qo'yni qochirib tashlaydi. Ana undan keyin sizni qo'ringizda o'sha qimmat zo'r nasldor qo'chqorlar yoki ona qo'ylar tug'ilishi boshida urg'och qo'ylar. Bitta narsani tan olinglar, bundan 3-4 yil, 5 yil oldin Arashan, Hisori yo'nalishidagi zotdor qo'chqorlar, afg'on qo'chqorlar, afg'on ona qo'ylar kirib kelishidan oldin O'zbekiston bozorlarimizda hammasi jaydari hashaki, foizi past, go'shti past qo'ylarimiz bor edi.
Natijada hamma qo'y yo'nalishida qo'y boqsang foydasi yo'q, shunchaki kapilka bo'lib qolgan. Yegan yemini sotganingda yechib olasan, foyda yo'q. Ermi uchun boqilyapti degan bir nazari bor edi, hozir yuqori bir biznesga aylanyapti. Chunki qo'zilar zo'r tug'ilgandan keyin 7-8 oyda zo'r pulga sotilyapti. Zo'r pul degani qimmat emas. 40 kilo, 50 kilo go'shtni 7-8 oylik qo'chqor beryapti. O'shaning uchun odamlarimiz, xalqimiz ozgina foydaga kirib, o'zimizdan ichki bozorlarimizda, go'sht rastalarimizda mesniy qo'y go'shtlarini ko'payishi nasib qilyapti. Muzlagan go'shtdan ko'ra o'zimizning mamlaqa mesniy go'sht yeganimiz ancha foydaliroq bo'ladi. Yana qanaqa tushuntirib beray sizlarga? Tan olinglar, bozorlarimizda katta qo'chqorlarimiz ko'payyapti. Oldin pacholashib ketuvdi. To'g'ri, ota-bobolarimiz bundan 100 yil oldin, 200 yil oldin qo'y temasida yorib olgan bo'lishi mumkin. Shu Hisori qo'ylar, Arashanni O'zbekistondan Hisori qo'yi olib borib chatishtirib chiqarganlari to'g'ri. Lekin bitta narsani tan olaylik, ota-bobolarimiz qilgan zo'r seleksiyani biz eplolmaganmiz, davomchilar. O'shaning uchun hammasi xashak bo'lib ketdi. Qarindosh bilan qarindosh o'zini otasidan qochib qolishlik juda ham ko'payib ketgani uchun va podaga bir yaxshi chiroyli tushgan qo'zini qo'shmasdan liboy qo'zini qo'shib yuborgan natijasida bizda seleksiya o'tirib qoldi va go'sht yo'nalishimizni, qo'chqorlarimizni, ona qo'ylarimiz sifat tushib ketdi-da, bozorlarimizda sifat yo'qoldi. Allohga behisob shukr, mana shu seleksiya masalasi ko'tarilganidan keyin hozir Qurbon hayiti oldidan bozorlarimizga tushinglar, katta sifatli, chiroyli qo'ylarimiz, qo'zi-qo'chqorlarimizni juda ham yaxshi narxlarda sotilishi boshladi. Chunki 40 kilo, 50 kilo go'shtni 8 oylik qo'zi-qo'chqor qilgandan keyin u yog'siz qozonga tushganda yaxshi pishadigan bo'lyapti. Oldinchi 10 yil oldin, 8 yil oldin 60 kilo, 70 kilo go'sht qiladigan qo'chqorlarimiz kamida 2 yosh yoki 3 yosh bo'ladi. Uni go'shti nisbatan ancha sifati pastroq, yog' ko'proq bo'ladi. 6-7 oylik qo'zi 40 kilo, 45 kilo go'sht qilyaptimi, unda charv yog' ham, usti yog' ham bo'lmaydi. Chunki kichkina qo'zi yog' yig'ishga ulgurmaydi. Mana seleksiya nimaga kerak sizlarga? Shu narsani tan olib, arashanchilarga ham yoki Hisorini zo'r zotini olib kirayotganlarga ham rahmat deyiladi. 15 ming dollargami, qurbingiz yetganicha 50 ming dollarga bitta qo'y olib qo'shindi, o'zingizdan nasl yo'nalishida chiqqanlarini 3-4 ming dollardan soting, qolganini go'sht yo'nalishida sotib maza qiling. Bitta narsani hisobga olinglar, kam narsa qimmat bo'ladi. Xudo xolisa zotdor qo'zi-qo'chqorlarimiz ham ko'payib ketsa, avtomatik narxi tushadi va tushishni boshladi ham. Oldin 1000 dollarga Arashan qo'chqori zoti zo'r bo'lmasa ham olish qiyin edi. Hozir 7-8 yil 10 millionga ham olsa bo'lyapti. Kerak bo'lsa o'sha Arashanning bollarini ham 80 ming, 90 mingdan taroziga qo'yib berishyapti. Aqli bor inson chertib genetikani biladigan insonlar o'shalarning orasidan zo'rlarini topib, arzon qo'chqordan ham qimmat qo'zi-qo'chqorlarni seleksiya qilib olishyapti. Xullas, seleksiyaga aqlingiz yetmaydimi? Aralashmang. Meni ham aqlim uncha yetmaydi. Faqatgina ustozlarimizdan so'rab, sekin Alloh qodir qilgancha mana ko'rsatib o'tdik. 250 ta qo'ra qurdik. Qo'ramizni bu yoq tarafida yana 250 ta qo'yga joyimiz bor. Hamkorlar bo'lsa, marhamat qilib kelishingiz mumkin.